Salomjon aka, Bular ekan. bilamizki, O'zbekistonda Samsung, LG va Artel pilisoslari juda ko'p sotilgan va topga kiradi. Lekin mana shu pilososlarimiz ichida har xil motorlar chiqadi. Bo'ldi, sizni og'riqli nuqtangizni topdim men. Bizda 14 xil turdagi pilsos motorlarimiz bor. Bulardan sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchisi Karcher motorimiz, 2 invertli Karcher motorimiz, ikkinchisi 1200 vatli Karcher motorimiz, uchinchisi 1800 vatli Karcher motorimiz. Bular 3 xil turdagi Karcherlarimiz uchun motorlar. Ikkinchisi, xo'p, sizlarga Samsung pilsoslari uchun 2 xil turdagi misli alyuminli motorimiz, 1800 li 2 invertli motorlarimiz bor. Artel pilsoslarimiz uchun 2200 vatlik, 1800 vatlik motorlarimiz bor. Hamda LG pilsoslarimiz uchun 2 invertlik, 1400 vatlik motorlarimiz bor. Va hamda juda kamroq uchlaydigan Midea pilsoslarimiz uchun, ya'ni 1600 vatlik motorlarimiz bor. Samsung обычный kichkina pilsoslarimiz uchun kichkina motorchalarimiz bor, 1600 vatlik. Bo'sh pilsoslarimiz uchun motorlarimiz bor. Xo'p, akkumulyatorda ishlaydigan pilsoslarimiz uchun 800 vatlik pilsos motorlarimiz bor. Barcha turdagi motorlarimiz, 14 xil turdagi motorlarimizga chiqqan oyidan 6 oygacha garantiya beramiz. Xo'p aka, buni tushundik. Lekin motorda almashtirsak-ku, baribir pilsosimiz yaxshi tortmasa yoki yaxshi ishlamasa, nima qilish kerak? Bo'ldi. Bu savolga siz keyingi reyeslarimiz javob olasiz.